yana bir loyihamizda video tayyorlayapmiz. Xudo xolasa mana bu yerda ko'ringan bo'lsa mana turba katta uzunlik, ya'ni turba 25 metrlik 16 prolyotlik kazova kran yasashni boshlaganmiz. Bu nima uchun yasaymiz? O'zimizni hamma biladi, ko'plar biladi aniqrog'i. Paka plitamiz bor, qoliplik, armaturalik plitamiz. Shuning yoniga biza PV plitamiz, ya'ni metrovoy kesib, kolbasni kesib mijozga yetkazib beradigan plita qo'yishni yo'lga qo'yamiz. Mana bu yerda joylari bonusdan kranimizni mana bu joylar bitta ikkita joy qo'yganmiz. Ishni boshlaganmiz. Xudo xolasa davom etyapti. Biz davom eting. Buni ishga tushirgancha har kuni video tayyorlab boramiz. Qo'shimcha ishlarimizdan ham video tayyorlaymiz. Qolgan uskuna yo'nalishimiz bo'yicha sinovlarimizni ishlab chiqarish jarayonlaridan video tayyorlab boraveramiz. Salomat bo'linglar, charchamanglar.